Assalomu alaykum. Xo'mus kanalining hurmatli kuzatuvchilari, mol, qo'y, chorva ishqibozlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Samarqand viloyati Pazdorg'om, ya'ni o'zimizda Temirxo'ja mahallasidan sotiladigan hurmatli kuzatuvchilar, zotli echkimiz bor, katta echki. Hozir ma'lumotlarni so'raymiz egalaridan, qanaqa paroda, qanaqa zot. Shunaqangi echki kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini pastdagi ekranlarda bo'ladi. Ana shu orqamdagi echki sotiladi akalar. Nasib bo'lsa, hozir videolarini chiqaramiz. Bittadan like'lar bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz deganlar. Mana eshikimiz. Mana. Endi ketdi. Takalar oldiga akalar. Mana. Irg'ochlarning oldiga ketyapti mana. Ey jonivor. Mana aka. Eshonboy yering qani? Bitta ma'lumotlarni so'rayman sizdan. Bu qanaqa parodadan bu? Bo'ldi. Aka, bu qanaqa zotlardan bu? Bular Shvetsariyadan kelgan Togenburg degan parodasidan. Bular sut yo'nalishidagilar. Bular vodiydan olib keldirildi. Bular asli kelib chiqishi vodiydan olib kelgansiz. Vodiydan olib kelgan. Vodiydagilar Shvetsariyadan olib kelgan ekan. Sut yo'nalishidagi echkilar. Bir juft olib keldim, shu bir juftdan hozir bular endi ko'paydi-da, endi hozir ko'payib ketdi hozir, ha? 3-4 ta sog'laydigani bor. Bolalar tug'ilgan vaqtda sotib beraman. Shu. Hala qarang, sitim tugayapti. Erkagi bu. Erkagimi bu? Erkagi shu. Men erkagi ekan. Bu ham hozir vodiydan keldi. Endi bu kichkina erkagimi? Kichkina urug'likka shu yil olib keldirdim. Mana aka. Endi bu urug'likka qolsa, nargisini endi xudo xolasa sotamiz. Kattasi sotiladi. Premiumli mana shular. Aka, bular mana sutni qancha beradi? Premiumli mana sut yo'nalishidagi echkilar-ku bular mana. Endi 2 litr, 3 litr beradi-ku, ha? Ha, beradi. Chunki ular sut yo'nalishida ikkita narsani aldab bo'lmaydi deydi-ku. Yer bilan deydi, siyirda deydi. Bular ham xuddi siyirdek qancha oziqasini, pitaniyasini bersa, shuncha beraveradi. Mana aka. Shunchalar xuronki, xuronlikda ham hamma narsani yeydi. O'zimizda echkilariga qaraganda bular sut yo'nalishidagi echkilar ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana yerda bitta erkak bor ekan, bu erkak sotilmagan, qolgan irg'ochilari ham sotilmaydi. Ya, irg'ochlardan mayli, agar to'g'ri bo'lsa, to'g'ri kelsa sotiladi. Ana aka, irg'ochlari ham agar puliga kelishib qolsak, urg'ochlari ham sotiladi. Bu yerda urg'ochlar nechta bor? 5 ta bormi? 1, 2, 3, 5 ta. 5 ta ekan. 5 ta akalar. Mana bitta og'i, mana bu erkak ekan. Mana bular kattalar. Bir tug'dimi bular? Bir tug'di bu. Bular bir tug'ibdi. Bular bir tug'ibdi akalar. Bular sut yo'nalishdagi echkilar ekan mana. Mana ekan. Bular ham katta ekan mana. Endi asosan mana bu katta zotli echkimiz sotiladi, to'g'rimi? Ha, shunday. Mana shu bu yoshi necha yashar bo'ldi buni? 5 yasharmi, 6 yasharmi shu rolikda yuribdi-da. 6 yasharlik bo'libdi hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu anchadan beri 100 kilodan ziyod. Ana aka. 100 kilodan ziyodmi hozir? Ha, 100 kilodan ziyod. 100 hozir danimami 100 kilodan ziyod ekan akalar. Mana shu bo'ylarichi necha bor? Bo'ylari 1 metr chiqadi. 1 metr chiqar ekan akalar mana. Lekin shunaqangi zotli echkiga qiziqayotgan akalarimiz siraz aloqaga chiqingizlar. Ana aka. Ey jonivor, tirsha qaranglar. Degan paroda 100%. Ana aka, 100 ga 100. 100 ga 100. Hech qanday boshqa Togenburg dedingizmi? Togenburg ekan akalar mana. Ha, YouTube'ga shunday Togenburg deb yozib qo'ysa, mana shu echkilarni o'zi chiqib keladi. Aka, qarang. Misol puli to'g'ri kelib qolsa, mana bu shu 5 ta urg'ochisi bor ekan, to'g'rimi? Ha, shunday. Premium nech bilan qilib beramiz urg'ochlarini? Endi bor-ku, hozir aynan shu momentda olib kelyapti chetdan. Bitta mana shunday bo'g'oz holatida, endi hammasi bular bo'g'oz, hammasi sentyabrda qo'shgan edi. Bular bo'g'oz hozir. Bular bo'g'oz. Sentyabrda qo'shgan hammasi. Bo'g'oz holatida sotilyapti. Toshkentda bor. O'shalar aytuvdi $1000 dedi. Endi u $1000 u
yoqdagi gap. Endi men Ha. uchun bu dehqonchilik. Shunday. U yoqdagi boshqa Yoqdagi gap bu. Bu yerda men uchun dehqonchilik. dehqonchilik. Ay, Bitta Kelishtirsa- summasini ayting, shunga qarab savdosi bordir, kelishadigan joylari bordir. Misol bitta oddiy bitta masalan bitta qo'ydi masalan olmoqchi bo'lsa ham bozorda bitta bo'g'oz qo'y Hmm. eng pasti 5 million bo'lyapti-da. Shunday. 5 million, 6 million. Pasti bitta qo'y Mana aka. hisoblasang. Bular ertaga chiqsa bular Ya endi buni aka qarangda, bularda endi mana zotli echkini bog'aydiganlar narxini biladi-da. shunday uni o'zlari Sutini biladi. sog'ib, suti ham o'sha bir kasalliklarga davodirishlar yo'nalishdalarda o'zlari sutini olib, dori tayyorlab sotyapti-da. Shunday. Shuning uchun shu zotli echkiga qiziqadigan akalarimiz bordir. O'shalarga bir kelishtirgan narxda qo'yaylik. Ayting. Masalan, 5 dona urg'ochisi bor ekan. 5 yo'si ham bo'g'oz ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Mana 1, 2 ikkita egizagi bor, bir xil. Mana yerda ikkita sarisi bor, bitta og'i bor, bu yoqda. Hammasi qochgan ekan, hammasi bo'g'oz ekan. Priminni necha oyda tug'ib qoladi? Endi bular sentyabrda qochdi. Shu yanvar fevralga tug'adi. Yanvar, fevralga nasib bo'lsa tug'ib beradi. Mana aka, necha puldan endi ayting qani, qochirma ayting qani. Mana aka. 5 oysin bir joyga necha pul qilib berasiz? Donaga necha pul qilib berasiz? Shu turishga agar donaga ham bor-ku. Ha. Eng yog'i endi nima deyini endi? Qochirma aytavering, bitta narxni ayting, savdosi bor deb. Katta narx kerak emas. Chiroyli narx ayting. Sotadigan niyatingiz nasib bo'lsa inshaalloh. Obunachilarimiz ko'ratdagi zotli ichiga qiziqadigan akalarimiz ko'pda bizlarda. Telefonga bog'lanasiz bilan. Shunday, Aytavering. insof sari baraka. Shunday. Barakasini bersin shu 6 milliondan deyman kelishtirib. Savdosi beraman. bormi? Bor. 6 million so'mdan donasiga qo'yildi akalar, zotli. Hammasi bo'g'oz ekan. Mana 1. Mana 2 oq o'ch akalar. Bu yerda mana ikkita egizagi bor. Bular ham akalar nasib bo'lsa hammasi tug'ib beradi, hammasi qochgan ekan. Mana aka. Hammasi bo'g'oz. Endi u echkimiz qayerga ketdi? Kattamiz, erkagimiz. O'sha og'ir kirib ketdimi deyman. Mana aka, erkak akalar, bu juda kattasi, erkagi mana. Hozir buni ham narxini chiqaramiz. Ko'ringizlar, qiziqadigan akalarimiz risk-riskga bog'lansin. 6 yillik ekan akalar. Mana 100 kilo jigi bor ekan. Mana shuni. Buni necha pul qilib beramiz aka? Buni ayting qani. Buni bor-ku. Erkagini. Erkagi 10 million deyman, savdosi bor. Mana Savdo aka. qilaveradi. Bemalol telefon qilaversin deyapti. 10 million so'm savdosi bor ekan erkagini. Mana aka. Xohlasangiz akalar, bir joyga 5 ta urg'ochisi, 5 ta bo'g'ozi bor ekan. Mana shu takadan qochgan ekan, zotli takadan. Mana shundan tug'a nasib bo'lsa hammasi mana. Hammasi shundan tug'a ekan. 10 million so'm kami bor ekan. Telefon qilaveringizlar. Zotli echkiga qiziqayotgan akalarimiz, ukalarimiz bemalol muloqot qilingizlar. Shu sohada shug'ullanib yurgan bular akalar o'zimizni shu jaydari echkilar emas. Hammasi zotli, tagi tayin, hammasi ma'lumotlarini akamiz telefon nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Risk-riskga bog'laningizlar akalar. Nasib bo'lsa savdolari bor ekan, kelishadigan joylari deyilyapti. Mana 6 yillik echkimizga, takamizga 10 million so'm savdosi bor ekan. Mana aka. Mana hurmatli kuzatuvchilar, albatta yana ham kelishadigan joylari bor. Mana aka. Qarangizlar, bu kattaligini. To'y. Mana aka. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan videolarimizni qisqacha tayyorladik. Kimga qanaqangi fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada ham qoldirib o'tib ketingizlar. Arzimagan mehnatimizga bittadan layklarni bosib qo'yaveramiz akalar. Hammaga omad, yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishga nasib qilsin akalar.